davlatlar haqida suhbatlashamiz. Sardor, bugungi videoyimizda agar studentlik kelib Yevropa bo'yicha eng o'qish uchun qulay davlatlar qaysilar deganda qaysi davlatlarni taklif qilgan bo'lardingiz? Avvalambor assalomu alaykum. Agar davlatni Yevropadan tanlaydigan bo'lsak, o'zi men uchun eng har tomonlama studentlar uchun qulay bo'lgan davlat deb Germaniya hisoblayman. Ya'ni nima sababdan? Chunki Germaniyada xalqaro studentlarga ya'ni o'qish bepul. Bakalavr, magistratura, doktorantura hammasi bepul. Faqatgina o'ziga yarasha talablari bor. Ya'ni o'sha til talablari baho tomonidan ham. Xo'p, bittagina blokshotini aytmaydigan bo'lsak, qolgan tomonlari har tomonlama qulay deb o'ylayman. Blokshot ham lekin studentning o'zi uchun, ya'ni elchixona tomonidan vizaga talab qilinadigan narsa. Bu 1 yillik xuddi xarajatni oldindan qo'yib ketganday bo'ladi. Bu ota-onalar uchun ham qandaydir xotirjamlik beradi. Ya'ni farzandlarida 1 yillik o'sha xarajatlari bo'ladi o'zlarida, ya'ni ishlatish uchun pullari bo'ladi. O'sha blokshotdan bemalol oyma-oy ishlatsalar bo'ladi. Ya'ni O'zbekistondan ularga pul jo'natishlari shart bo'lmaydi. Undan tashqari Germaniyada ishlashga ham ruxsat beradi, qonuniy ishlashga. O'qishdan tashqari necha soat ishlasa bo'ladi? O'qish davomida haftasiga 20 soat, ta'tilda 40 soat deyiladi. Germaniya anaqa sistemasi bo'yicha. Undan ham ko'proq ham ishlasa bo'ladi. Ya'ni bayramlarda asosan yoki dam olish kunlarida Germaniyada aholisi dam oladi faqat. O'sha paytlar baribir xalqaro studentlar ko'proq ishlab, ko'proq pul topsa ham bo'ladi. Xo'p. Endi qarang, Germaniyada ko'pchilik Germaniya deganda davlat tili nemis tili. Xo'p, nemis tilini o'rganish shartmi yo ingliz tilida ham programmalar topsa bo'ladimi? Vizasiga обязательно nemis tilini bilish shart, sertifikat bo'lishi shartmi? Yo'q, vizasi uchun aynan nemis tilini bilish kerak degan talabi yo'q. Nemis tili qachon kerak bo'ladi? Germaniyada ikkita yo'nalish bo'yicha nemis tili o'tiladi faqat, bular tibbiyot bilan huquq bo'yicha. Qolgan istalgan yo'nalishni ingliz tilida bemalol topsa bo'ladi dasturlarni. O'qishga topshirayotganda ham, vizada ham nemis tili shart bo'lmaydi. O'sha ingliz tilidan sertifikatlari bo'lsa, o'zi minimum IELTS 5.5 talab qilinadi yoki ba'zi universitetlarga Duolingo bilan topshirsa bo'ladi. Ya'ni shu talablarga javob beradigan sertifikatlari bo'lsa bo'ldi. Unaqa nemis tili talab qilinmaydi. Ingliz tilini o'zi bilan ham ish topsa bo'ladi. Nemis tilini o'rganganlari ularga keyinchalik ish tanlovlarini ko'paytirish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni muhitga moslashish uchun. Baribir Germaniyada o'qiyotgan odam nemis tilini o'rganadi. O'zbekistondagi nemis tili kurslaridan ko'ra Germaniyada o'rganish tezroq bo'ladi. Boya vizasi bo'yicha gapirib o'tdingiz. Viza chiqish ehtimoli O'zbekiston studentlari uchun qanchalik yuqori foiz? Hozirgi kunda Germaniya vizasi chiqish foizi juda ham yuqori. Sababi Germaniyada qolgan davlatlarga nisbatan har xil moliyaviy hujjatlar talab qilinmaydi. Misol uchun sponsor, ota-onalik daromadlari so'ramaydi. Faqatgina elchixona talab qiladigan narsasi o'sha bloklangan hisob raqam deyiladi, blokshot. O'shani qo'yilsa bo'ldi, deyarli 90% vizasi chiqadi. Bu tomondan hujjatlari hammasi joy-joyida bo'lsa, ya'ni o'qishdan qabul xati, til sertifikatlari hammasi joy-joyida bo'lsa, vizasi 90% dan baland chiqishi. To'g'ri, qo'shilaman. Keyingi Yevropa davlatlari Germaniyadan tashqari budjetliroq bo'lsin, vizasi chiqish ehtimoli yuqoriroq bo'lsin deydigan studentlar ham ko'p oramizda kelishadi konsultatsiyaga. Shunda keyingi biz Latviyani ham ko'proq taklif beramiz. Latviya bo'yicha qanaqa fikringiz? Latviyada o'qishga ham qo'shilaman, sababi Latviyada stipendiyalari bor. Birinchi navbatda davlat stipendiyalari, ya'ni uni yutadigan bo'lsa, talaba oyiga 600-700 yevrodan stipendiya oladi. O'zi kontraktlari arzon. Kontraktlari minimum 3000 yevrodan boshlanadi. Universitetga qarab, top universitetlar ham bor. Latviyada top 700, top 800 ga kirgan universitetlar bor. Ularda o'qish ozgina qolganlariga nisbatan qimmatroq bo'ladi. Umumiy oladigan, solishtiradigan bo'lsak, unaqa qimmat emas kontraktlari. Yashash xarajatlari ham unaqa qimmat emas. Ya'ni o'rtacha 500-600 yevro atrofida oyiga ketadi. Endi undan baland ham ketishi mumkin. Endi qanaqa yashashga qarab. Qanaqa yashashga bog'liq.
bo'ladi. Asosiy universitetlar o'sha poytaxtida Rigada joylashgan bo'ladi. И yana bitta plyus tarafi 11 yildan keyin qabul qiladi Latviyada. Yevropaning boshqa davlatlari bor, ular 12 yillik ta'lim so'raydi. Bizda maktabda 11 yillik bo'lgani uchun 1 yil yana foundation o'qib, keyin ularga topshirsa bo'ladi. Latviyaga primoy 11-sinfdan bakalavr bosqichiga topshirsa bo'ladi. O'qishlari 4 yil bo'ladi, boya aytganimdek stipendiyalari bor. Yutsa примерно yillik 6000-7000 euro atrofida stipendiya olsa bo'ladi. Undan tashqari o'qishni bitirgandan keyin ham qolsa bo'ladi Latviyada. 1 yildan 2 yilgacha ruxsat beradi. И официальный ishga joylashadigan bo'lsa student, keyin dashi cho'zdirsa bo'ladi vizani. Bundan tashqari Latviyada ham qonuniy ishlashga ruxsat beradi. O'qish davrida haftasiga 20 soat ta'tilda bemalol to'liq stavkada ishlasalar bo'ladi. Yana bitta plyus taraflaridan ko'pchilik studentlar Germaniya yoki Italiya foundation uchun kamroq pul sarflash uchun Latviyani ham tanlashadi. Sababi Latviyada 1 yil bakalavr o'qisa student, keyin o'shanda 12 yillik ta'limi bo'ladi studentda, undan keyin Italiya, Germaniyadagi bepul ta'lim dasturlariga topshirsa bo'ladi. Shu tomondan ham yaxshi. Albatta. Vizasi tarafdan-chi? Vizasi tarafdan ham ancha yuqori Latviyaniki bugungi kunda. Ya'ni unaqa Germaniyaga o'xshagan blok shot talab qilmaydi, faqat bank shoti bo'ladi unda. Примерно 7-8 ming atrofida 1 kunlik bank shot qo'yib berish kerak bo'ladi vizaga. И suhbati yo'q, faqatgina hujjat topshiriladi. Ya'ni o'sha kontraktlarini to'lagan bo'lsalar, hujjatlari hammasi joy-joyida bo'lsa, deyarli vizalari ham ularniki 90% chiqadi. Latviya Schengen zonasida joylashgan davlat, har taraflama Yevropa bo'yicha eng qulay o'qish uchun ham, vizasi uchun ham qulay davlat aytganlaridek. Keyingi yana Yevropa davlatidan qaysi davlatni qo'shimcha qilib kiritib ketsak bo'ladi? Menimcha Vengriya ham O'zbekiston studentlari uchun eng qulay, budjetniy vizasi tarafdan ham, o'qishni sifati jihatdan ham bemalol tavsiya qiladigan davlat. To'g'ri. Vengriya plyus taraflaridan bittasi Vengriya stipendiyasi bor. Agar student uni yutadigan bo'lsa, hamma xarajatlarni qoplab beradi. Shu tomondan ancha qolganlariga nisbatan ajralib turadi Vengriya. И yana bitta plyus 11 yildan keyin topshirsa bo'ladi Vengriyaga. Undan tashqari kontraktli bo'lgan taqdirda ham kontraktlar unaqa qimmat emas Vengriya universitetlariniki. Top universitetlar bor, juda ham ko'p. O'sha tomonlari yashash xarajatlari tarafdan ham unchalik qimmat bo'lmagan davlat hisoblanadi, Yevropada joylashgan. Viza chiqish foizlari ham juda ham yaxshi. Talablari ham unaqa murakkab emas, soddalashtirilgan. Studentlar uchun har tomonlama qulay davlatlardan biri hisoblanadi, Yevropada joylashgan. To'g'ri. Vizasi jihatdan ham qulay, viza chiqish ehtimoli yuqori O'zbekiston studentlari uchun bemalol tavsiya bersak bo'ladi. Xo'p, bu Yevropa davlatlarini aytib o'tdik. Agar topshiradigan bo'lsa studentlar qancha oldindan harakat qilish boshlashlari kerak? Sertifikatlari haqida ozgina ma'lumot qo'shimcha qilib aytib ketsak. Tushunarli. Xo'p, Vengriyani oladigan bo'lsak, til talabiga asosan IELTS talab qilinadi, 6.5 minimum, ya'ni boyagi stipendiyaga topshirish uchun. Minimum 6.5 talab qilinadi. Iloji boricha Vengriyada asosan 1 yilda bir marta stipendiyasiga topshiriladi. Agar stipendiya yutish xohlovchi studentlar bo'ladigan bo'lsa, ularga maslahatimiz kuzdan topshirishni maslahat beramiz. 1 yil oldin. Ya'ni 1 yil oldin. Misol uchun 2026-27 o'quv dasturi uchun 2025-yil kuzda ariza topshirish taklif beramiz, ya'ni maslahat beramiz. Xo'p, boshqa davlatlarga keladigan bo'lsak, Latviyada IELTS dan kamida 5.5 yokida Duolingo 100 sertifikati orqali o'qishga topshirsalar bo'ladi bemalol. Xo'p, Germaniyaga keladigan bo'lsak, davlat universitetlari asosiy talabi bakalavr uchun 12 yillik ta'lim, IELTS minimum 5.5, yokida nemis tilidan sertifikatlari bo'lishi kerak kamida B2 darajada, yokida Duolingo 100 sertifikat bilan ham topshirsa bo'ladi ba'zi bir universitetlarga. Ularga asosan Latviya bilan Germaniyada qabul 2 marta bo'ladi, 1 yilda 2 marta bo'ladi. Ya'ni kuzda va bahorda topshirsalar bo'ladi o'qishga. Asosiy narsa maktab baholari yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni birinchi yil foundation uchun grant yutish uchun Germaniyada sertifikatlariga bog'liq bo'ladi. Qancha ertaroq topshirsa student, misol uchun deadline belgilangan taqdirda ham deadlinedan qancha ertaroq topshirsa qabul qilish foizi shunga qarab yuqori bo'ladi.
chunki Germaniya universitetlarida o'qish tekin, davlat universitetlarida. Har tomonlama hamma davlatdan baribir topshiradiganlar ko'p bo'ladi. Raqobat katta bo'ladi. O'shani hisobiga kim qancha ertaroq topshirsa, qabul qilish foizi shunchalik yuqori bo'ladi. Endi Yevropa bo'yicha ma'lumotga ega bo'ldik. Agar Yevropani xohlayotgan studentlarimiz bo'lsa, bemalol shu davlatlardan birini tanlashsa bo'ladi. O'zi Yevropada juda ham ko'p davlatlar bor. Biz endi eng asosiylarini gapirishga harakat qildik. Agar studentlar bo'ladi, yo'q, men Osiyo taraflarida madaniyat jihatdan bizga ko'proq to'g'ri keladi deydigan ota-onalar bo'ladi. Bolasini birdaniga Yevropa sharoitiga yuborishga qo'rqishadi. Shunda Osiyo davlatlarini ham biz taklif qilamiz, Sardor. Hozir eng topshirsa bo'ladigan ulgurish, ya'ni qabullarga ulgurishga topshirsa bo'ladigan byudjet jihatdan ham, vizasi jihatdan ham eng qulay bo'lgan davlat qaysini taklif qila olasiz? Hozirgi, ya'ni 2025-yil kuzgi mavsum uchun Osiyo davlatlaridan asosan har tomonlama studentlar uchun qulay bo'lgan davlat Malayziya hisoblanadi. Nimaga Malayziya? Chunki Malayziyada vizasiz uchun hech qanaqa ota-onaning daromadi, qo'shimcha bank hisob raqami talab qilinmaydi. Shu tomonlari qulay. Ya'ni shunga qarab ham viza chiqish foizi ancha yuqori, deyarli 100% deyiladi. Ya'ni studentning sog'lig'i tarafidan hech qanaqa muammosi bo'lmasa, viza deyarli 100% chiqadi. Malayziyada birinchi navbatda O'zbekistonda topshirayotgan studentlar foundation o'qish kerak bo'ladi. Sababi ularda ham 12 yillik ta'lim dasturi bor. Birinchi foundation, undan keyin 3 yil bakalavr o'qishadi. Ba'zi universitetlar bor, foundationga sertifikat talab qiladi, kontraktli bo'ladi. Ba'zilariga sertifikatsiz foundationga 100% grant asosida ham topshirsa bo'ladi. Shunaqa imkoniyatlari ham bor. Shunaqa imkoniyat taklif qiladigan universitetlar ham bor. Ya'ni ular o'sha Malayziya poytaxtida joylashgan bo'ladi. Yashash tomonidan ham ancha qulay, unaqa qimmat emas, deyarli O'zbekistonniki bilan bir xil. Shu tomonlari studentlar uchun juda ham qulay hisoblanadi Malayziyaniki. Xo'p, boya aytib o'tganimdek, kontraktlari ham unaqa qimmat emas, minimum 2000, 3000 dan boshlanadi yiliga kontraktlari. O'qishlari umumiy olganda 4 yil hisoblanadi, bizanikiga o'xshagan holda. Foundation bilan birga hisoblaganda. Foundation bilan birgalikda 4 yil bo'ladi. 1 yil foundation plus 3 yil bakalavr o'qiladi. Vizasiz chiqishi qancha kutishadi uni o'rtacha? Vizasi talaba o'qishga kirgan bo'lsa, ya'ni o'qishga kirganlik to'g'risida qabul xati olgan bo'lsa, vizaga topshiriladi. Vizasi uzog'i 1 oylarda уже hal bo'ladi. Chunki unaqa katta talabi bo'lmaganligi uchun viza chiqish muddati ham ancha ertaroq bo'ladi Malayziyaniki. 10 kundan 1 oygacha muddatda chiqishi mumkin. O'qishdagi yo'nalishlarchi, masalan, hamma davlatda qaysidir yo'nalishga ko'proq qaratilgan bo'ladi. Masalan, ko'pchilikda eshitganmiz, Italiyada ko'proq arxitektura yo'nalishlariga oid studentlar ko'p topshirishadi, ya'ni shu sohaga ko'proq qaratilgan bo'ladi. Malayziyaga kelganda qaysi sohani xohlayotgan studentlarga Malayziyani taklif qilsa bo'ladi, что Malayziyada shu soha juda ham yaxshi o'rgatiladi yoki-da qaysi sohalarni topsa bo'ladi Malayziyadan? Malayziyada asosan hozirgi kunda trendga chiqqan sohalardan bittasi IT, AI, ya'ni sun'iy intellekt, computer science yo'nalishlar bo'yicha juda ham chuqur miqyosda o'tiladi darslar, ya'ni universitetlarida top universitetlari bor juda ham ko'p. Ularda asosiy bizda taklif qiladiganimiz shu yo'nalishlar hisoblanadi, ya'ni computer science, IT, AI. Ya'ni texnologiyaga bog'liq bo'lgan yo'nalishlar. Bundan tashqari boshqa yo'nalishlar ham ancha yaxshi rivojlangan. Business management, iqtisodiyot, yoki mehmonxona. Bundan tashqari deyarli hamma yo'nalish topsa bo'ladi Malayziyadan. Unaqa cheklanmagan. Ya'ni hamma yo'nalishdan topsa bo'ladi. Unaqa ya'ni tanlov imkoniyati juda ham ko'p Malayziyada. Studentlar har bir yo'nalish bo'yicha o'ziga xos tajribaga ega bo'lgan o'sha universitetlar juda ham ko'p. To'g'ri. Osiyo davlatlaridan Malayziya aytib o'tganimizdek, agar Yevropa davlatlarini xohlayotgan bo'lsangiz, mana video boshida aytib o'tdik, davlatlarni sanadik. Shu davlatlarga bemalol topshirsangiz bo'ladi. Agar bundan tashqari boshqa Yevropa
davlatlari haqida ham qiziq bo'lsa keyingi videolarda yana gaplashib o'tamiz. Osiyo davlatini xohlayotgan ular uchun boshqa Osiyo davlatlari ham bor. Biz hozir faqat Malayziyani olib shu haqida ozgina yoritib berishga harakat qildik. Keyingi videolarimiz bundan ham qiziq bo'ladi. Bemalol bizani kuzatib borsangiz bo'ladi. Sardor, rahmat, vaqtingizni ajratib, saleslaringizdan ortib, konsultatsiyalaringizdan ortib videoga tushganingiz uchun, ma'lumotlar berganingiz uchun. Xudo xohlasa keyingi videolarda yana yaxshi, aktualniy bo'lgan mavzularni olib chiqishga harakat qilamiz. Bizani kuzatayotganligi bilan bemalol xayrlashsangiz bo'ladi. Shu videoni ko'rib turgan hamma studentlarga bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Ya'ni birinchi navbatda bitta aniq davlatni emas, siz aniq yo'nalish tanlab olishingiz kerak. Ya'ni qaysi yo'nalishni o'rganmoqchiman, keyinchalik qaysi yo'nalishda ishlamoqchiman. O'shanga birinchi navbatda yo'nalish tanlab olish kerak. Undan keyin davlatni tanlasangiz bo'ladi. Ya'ni misol uchun IT sohasi deylik, IT sohasida qaysi davlatda rivojlangan. O'shanga qarab davlat tanlash kerak. Misol uchun hammani fikriga qarab Amerika yoki Germaniya yoki Koreya, Malayziya deyish emas, oldin o'zingizni qiziqqan yo'nalishingiz bo'yicha o'rgangan yaxshiroq. Ya'ni o'sha tomoniga e'tibor berish kerak. Fino jamoasi, ya'ni studentlarni o'ylab, ularga mos bo'lgan har tomonlama shu yo'nalishlar, davlatlar bo'yicha qiziqarli ma'lumotlar Instagram, Telegram, YouTube sahifamizda olib boramiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa, yangidan-yangi talabalarni chet eldagi o'qish davomidagi hayoti, o'qishdagi bo'lgan qiziqarli voqealar haqida ulashib boramiz. Salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Bepul konsultatsiyamizda ofisimizda kutib qolamiz. Bemalol Sardorning o'zlaridan kelib, yana ham batafsilroq konsultatsiyani olsanglar bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Xayr.